Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Biz bugun Madinadamiz, xurmo bog'idamiz. Adamlarga, onamlarga, haqlariga xurmo daraxtini ektiramiz. Bu xurmo orqali inshaalloh ehsonlar Madinani masjiddagi xalqiga, miskinlarga xurmo tarqatiladi. To'g'risida do'stimiz Abdumajid tushuntiradi. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, bu vaqf bog'imizga ekilgan daraxt inshaalloh 4 yilda hosil kiradi. 60 yildan 80 yilgacha meva hosil beradi inshaalloh. Bu daraxtdan chiqqan hosillarni Madina shahridagi miskinlarga, yetim yesirlarga, Payg'ambar alayhissalom masjidlaridagi hojilarga ehson tariqasida tarqatiladi. Alloh taolo darajalarini oliy qilsin, yana ehsonlarini qabul qilsin, nomi amallariga to'xtovsiz ajr berib tursin inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa, mana shunaqa ehson oyisiga, adalariga yoki yaqinlariga qilmoqchi bo'lsa, profillarini qoldiraman, telefonlarini qoldiraman. Chiqinglar. Xudo xolasa ishonchli, qo'lingizga sertifikat berishadi. Video qilib olishadi. Ertaga 10 yildan keyin ham kelsanglar, xurmo daraxtinglar o'sha video orqali topib, hosillari o'z egalariga yetib borayotganligini, voy vaqt video so'rasanglar tashlab berishadi. Inshaalloh ishonchli tavsiya qilaman. Bu yo'li ham haram hududi. Har bitta ajr kamida 1000 daraja bo'ladi. Inshaalloh. Bundan ziyod inshaalloh umid qilamiz, bundan ziyod bo'ladi. Yonimizda shu Uhud, bu yog'i Uhud. Rahmat. Okay, Alloh rozi bo'lsin.